Men bilan ko'rishishni talab qilgansiz Pashshab begi. O'zlari bilan didorlashish men uchun sharaf, xalifa. Ishlar yaxshi-da? Allohning rahmati bilan hamma ishlar yaxshi. Allohim menga kuch-quvvat bergan. Qani so'zlang. Qo'lig'im sizda. O'zlariga Qozqalarning maktubini elib kelishim. Qani aytib keling. Xalifaga chaqchaq qilmayotgansiz. Xalifaga hurmatsizlik qilishdan Alloh saqlasin. Men faqat Qozqalarning o'zlariga yozgan maktubini olib keldim. Ta'xir qil, Xolid. Muhofizachilar, Pashshab begini olib chiqinglar. Qayaga borman? Ziyofatxonaga berib, orom og'ash g'izolinib turing. Men sal turib sizga javobini beraman. Ne'matlarga shukr, xalifa hazratlari. Shukr Alloh. Bir ish bo'lmaganda Pashshab begi. Nima ish gap qilmaydilar? Zarzor, sen sirt saqlab tur. Ishni topilganlar bo'yicha o'rindadim hazratim. Yaxshi bo'pti. Xalifa o'g'illikka peshin namozidan keyin o'rnida o'zlarini saqlaydigan bo'ldi hazratim. Bu qanday bo'lgani? Bu hukm chiqarish vaqtini bekitish bo'lamdi. To'g'ri, amaliyotda hech ish bo'lgani yo'q. Hukm o'rtada chiqarilgan bo'ldi xolos. Qachondan boshlab qozilar davoni kishilarni o'ldirib berib so'raydigan bo'lib qoldi. Bu alayda ahvol hazratim. U degan ummatning xalifasi tursa. Şunu o adalet yürgüzüş ve mahkemenin izzetini saqlashda elge ulgu bo'lish kerak edi. Xalifasiga hurmat qiladi, biroq silimi beladilar. U qozxonaga kelsa ozroq avorchilik bo'ladi emasmi? O cho'qim oldimga kelib, sotqa qatnashish kerak. Agar xalifa ma'qul bo'lmasa, odatda javobgar sotqa kelishdan bosh tortsa, sizlar qanday qiladdilar? Uni majbur ib kelatdim. Biroq bu bo'ldi ishlarga mansila. Mening yana qiladigan nurg'un ishim bor. Ay Zarzur. Xalifa, sizlar rostilla qozixonaga javobgar bo'lib boramdilar. Bormay qanday qilaman? Qozqalarning ishdan bo'shti vasila bo'ldi-ku. Unda qilsam kishilar hamma joyda so'z-so'cha qilishidi va qonunning suri hayvis sunib, qalayimqanchilik kelib chiqidi. Sizning ustunlaridan shikoyat qilinsa, hukmronning ayvisiyaga urilib, texmi ko'p qalayimqanchilik chiqmasmi? Zodi qanday qilsam bo'lar? Bormasam, oqibati yomon bo'ladi. Borsam, texmi yomon bo'ladi. Hey, Qarag'anda qozqalan sizlarga suiqasd qilmoqchi bo'lganda qiladi. kichik boladakli gap qilyapsan-ku. Men obdan bilaman. Qozqalan hazratlari taqvodor, oliyjanob kishi. U hargizmi menga qarshi chiqmaydi. Balkim u obro'yini va tiklash uchun shunday qilishi mumkin. Qanday qilishni men hech bilmadim. Shu topda gangrabda qilyapman. Menga ijozat bersizlar, mahkamaga berib, ahvolni tekshirib boqay. Bu degining xato bo'lib qoldi o'g'lim. Vali ahdi degan bundoq ishlarga aralashsa bo'lmaydi. Men u yerga vali ahdlik salohiyatim bilan emas, balki yot odam siyaqida borman. Biz amir siyaqida borsak ko'p ishlardan xabarsiz qolamiz. Qissa so'zlaydigan vaqtmi kelib qoldi. Biroq meni gangirtib qo'yayotgan bir savol bor edi, ota. Qaysi ish edi u? Abu Lahab o'zining jiyani bo'lgan payg'ambar alayhissalomga nima uchun shuncha ko'p dushmanlik qiladi? Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgari tog'isi Abu Lahab uningga hargiz o'shmanlik qilmaydi. Texi u payg'ambar alayhissalom dunyoga kelganda uni qutuqlab bir dedikini ozod qilib o'tgan. Undaqda keyin qanday ishlar yuz bergan? Odat shu vaqtda kishilarning o'yichi bo'lganda, ular yosh cho'ng va mol dunyosi bola-chaqasi ko'p bo'lganlar yurt oqsoqli bo'lishga loyiq deb qaraydi. Buni bilaman. Islom dini bu xato qarashni o'zgartdi. Osmondan tushgan vahiy Muhammad alayhissalomni butun insoniyatga rahmat va yetakchi qilib tanladi. Kishilarni uning bo'ysunishni vojib deb bekitdi. Jahiliyat ideyasining aksicha yosh cho'ng mol dunyosi ko'p kishilarni uningga ergashishni talab qildi. Demak, tog'isi Abu Lahab payg'ambar alayhissalomga shu sababli o'shmanlik bildiribdi-kanda? Shundoq. Buningdan boshqa sabablarmi bor, qizim? Qaysi sabablar u? Quraysh qabilasidagi kofirlarning qalbida payg'ambar alayhissalomga qarta o'shmanlik urug'ini tergan Abu Lahabning eski ayoli Ummu Jamil. Menga texmi tafsiliyroq so'zlab bersizlar, ota. Men ulardan ibrat olay. Bo'ladi. Ularni sizga so'zlab beraman, qizim. Ummu Jamil payg'ambar alayhissalomning qo'shnisi,
tağısının ayali, şundaqla onun Ruqiya və Ummu Gülsümdən ibarət Peyğəmbərimizin iki qızının qeynanısı buluşu qarmay, Peyğəmbər əleyhissalamğa həmmədən bək öşməlli qılatdı. Aycan! Kishilarning yo'liga tikan tashlagan kishiga lat uzzarlarning la'nati bo'lsin. Men sizlarni bu yerda mangmisizlar deb ogohlantirgan. Tikanlarni faqat Muhammadni dassun deb tashlab qo'ygan edim. Voy putum. Endi tikini ozroq narsalarni ip kelgin, ma'qulmi? Ondaq bo'lsa, qizilgul shoxlarini tashlab qo'yay. Shunda qilsang yaxshi bo'ladi. Mangsizlar. Voyjon. Yasir oilasidagilarning azoblanganini ko'gili billa borayli. Asta, men ma'lummayapman. Yasir va uning ayoli allaqachon o'lib bo'ldi. Oy bayqushlar. Tegishli jazoga kuchirmay turib o'lib ketganini qaranglar. Nimishqi biz billa o'ltirmaymiz Ummu Gulsum? Hech yo'q ota. Havoya kelaymikin deyman. Muhammadning yordamchilaridan bo'lgan bir qancha qulning o'limi sizga ig'ir keldi-ku deyman. Ular bizga qarshi chiqmagandan keyin nemishqa ularning e'tiqodiga o'rlashib olasizlar. Bo'dan butun Qurayshlarga xiym xatar ib keladi qizim. Qandaqsiga? Har qaysi arab qabilalari Ka'bani tavob qilish, iloh setilish uchun bizning oldimizga keladi. Savdo karvonlarimi dal Moshiyadan o'tadi. Bu da'vatning ta'siridan but savdogarlarining savdoda ziyon tortib, pul melining yerimidan ayrilib qolganligini bilaman. Bu da'vat texmi kuchayib keng tarqaladigan bo'lsa, bizmi biroqla tugishimiz. Ata, yiroq qishloqlarga ketaymikin deyman. Shunda qilsam kofirlarning besmidan aram tep qolgudekman. Hech qisi yo'q qizim. Demoqchi bo'lganingiz sog'lomlik masalasi. Biz hammamiz uningga muhtoj. Berib bir qancha kun aram eling. Uning bilan billa boraymi ota? Bo'ldi. U takror deyilayotgan gaplarni anglab, qo'li zerikib ketdi. O'zi yolg'iz berib, obdan aram olsin. Abdurahmon. Ammormisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qarindishim. Xuzoa jamoatidagi birodarlarimizning ahvoli qanday? Ular sening Alloh yo'lidagi qarindoshlaring Ammor. Islom dini kelgandan buyon bizlarni ittifoqlashtirdi. Bizlarni bir ummatga aylantirdi. Islom ne'mati uchun Allohga hamd aytaman. Marhum ota-onang uchun sana ta'ziya bildiramadim. Bo'lgan ishlarni anglab, ko'nglim bak yerim bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomning ota-onamning jannatga kirdiganligidan xushxabar berganligi menga yaxshi ta'ziya bo'ldi. Alloh meni ularning izini besib yaxshi ishlarni qilishga nasib qilgay. Alloh hammamizni deganingdek qilsin Ammor. Zolimlarga qarshi qurol ko'tarish va urush qilish haqida bir buyruq kelmadimi? Sabr taqat qil. Alloh sabrchan kishilar bilan billa. Qaytishingda diqqat qil qarindishim. Seni Allohga topshirdi. Ajab ish. Muhammadning agash kuchiri kundan kunga ko'payyotdi desa, Ularning adibini obdan bermagachga shundoq bo'lyotdi. Endi ularga yana qanday qilamiz? Ular bilan ilm setim qilishdan qo'l uzib, o'lgida qiyin qistoqlarga oldik. Shundaqdimi u ishlarning hech unumi bo'lmadi. Muhammad ularning yo'l boshchisi va katibishi eng yaxshi boshqalarni qo'yib, onunga tegish qalaydi. Nima demaksan? Aniq gap qil, Ummu Jamil. Azirlar. Bilib qolinglar, Abu Lahab. Xush kelibsizlar bolalarım. Yaxshi turdimi? Bizmi yaxshi? Sizlarga nadin kelgan yaxshilik bu Muhammad qavmi bilan urushgan bilan sizlar ishkinglarni qo'g'laydi ekanda. Uning diniga kirganlarning soni kun sari ko'payyotdi. Biz ularga qattiq pozitsiya bildirishimiz kerak. Biz unga qarshi nima qila olamiz? Ishkinglar, ayolinglarni qo'yib bersanglar bo'ladi. Lekin ular bizga yomonlik qilmagan tursa, biz dunyoda Muhammadning qizlaridanmi yaxshi ham vafodor ayolni topolmaymiz. Men sizlarni ayollaringlarni darhol taloq qilib etishga buyurayman. Utayba ayolini taloq qilib obdan qildi. Bu ishdan Muhammadning ko'ngli texmi parakanda bo'lgandi. Eng muhim bo'lgani o'g'limiz O'tbaning endi qanday qilishi. Qara u kelyapti.
Ey Ütbe! Yaxshi turdilimi? Qanda xush xabar bor, qani ayta. Xotinimni taloq qilyaptim. Uning ustiga Muhammadning agash kuchilari oldida uning yomon gapini qilib mazaq qildi. Qaymi obdan qipsan o'g'lim, bo'lgan ishlarni tafsiliy ayta. Muhammad agash kuchilari orasida o'ltirib, ularga tushuniksiz bir nimalarni da'v etibdi-ki. U menga vahiy keldi deb bildirlaydi shu. Shuning bilan men uning oldiga yo'lvostak etilib berib, quruq gapni oz qil. Men sening ilohingga ishonmayman dedi. Obdan qipsan. Ondan uni oldiga tükürib qaytib keldi. Ishing alg'a basqay o'g'lim. Arqadan qizini taloq qilayotganligimni jakarladi. Men sendan faxrlanaman o'g'lim. Pa, Muhammad o ishlarga qarab turdimi? O menga beddua qilib, "Ey Alloh, uni ish bilan halok qilgan" dedi texe. Onun duo qilishdan boshqa ishga kuchi yetmaydi. Hiç bilmeden bu vaqtda nemişqi Şamga barğadakmiz. Sen Muhammedni obdan bilmaydigan o'xshaysan. Uning bedduasi o'g'limizga yomonlik ep kelishi mumkin. Shunga yiroq joyga ketishimiz kerak. Qayni esla biz bu joqda nega ketimiz? Egiz dongning ustiga chiqib o'ltirib, bir bo'lik kishilarni, Ütbani qo'g'dashga qo'yayli. Qilayotgan ishlarning sababini hech bilmadim. Paxas bo'linglar. Bu joyda bir to'pi bor ekan. Nima deydi? U bu joyda yirtqish hayvonlar bor ekan deydi. Undaqda ot yandirayli. Anlab turinglar. Tezdan o't yiqinglar. Sizlar badininglar bilan qo'rshav shakllantiringlar. Ütbe. Sen gapimni obdan angla. Qo'rshav ishidan hergiz sirtqa chiqma. Anladingmi? Bo'ladi ota. Oğlumuzni qutuldirib qo'yqidek bir ish qilsizlar. Joyimdan midirlayolmayapman. Qo'limni tutmayapti desa. Oğlumni qutqizib elinglar. Birasinglar uning iniga beringlar. Yo'q, Ütbe. Ütbe. Gap qil o'g'lim. Gapimga javob qaytar. Ko'zini och. Menimcha, onunğa hammamiz tanglik bo'lsalayli. Shunda qilsak uning qon qisasi har qaysi qabilaga o'rtaq yuklandi. Sizlar birdam ta'xir qilib tursizlar. Bu bak muhim yig'in Abu Lahab. Ayollarning bu yerda ishi yo'q. Hozirla kirman ha. Bu yerga nima deb kelding, Ummi Jamil? Muhammadga sizlar bilan birga qarashtirg'ili keldim. Qani degina, sen chavandozlar bilan birga qo'lingga qilish olalamsan. Meni mazoq qilmasizlar. Muhammadga qarashtirishda bu qimmatlik oltin zibu-zinnatlarni xarajat qilsin deb ip kelishim. Ajoyib ish bu. Naziringda bu narsalar mendimmi, o'g'illarimizdanmi qimmatlik edi. Bugundan boshlab uni bo'ynimga osmayman. Muhammadning o'lim xabarini anglamag'icha ko'nglim hargiz aram topmaydi. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم.
Mən Peyğəmbər əleyhissalamның bu mikirdən qutulub, həmrahi Əbu Bəkr bilən Səvr qarığı yoşunu ağallıqını bilimən, ata. Shundoq. Kaptarlar g'or eg'izg'i changi qursa, o'michiklar shu atrofga to'r to'qib, bu yerga iz qo'g'lab kelgan kofirlarning diqqatini burib etgan. Keyin Ummu Jamil va uning zolim eri Abu Lahabning aqibati qandaq bo'ldi? Uning davomini so'zlasak, bakla uzun vaqt ketadi. At qiladigan ishlarim ko'p, Salma. Undaqda Alloh xolisa at ishlarini tugatgandan keyin davomini anglay. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى الماء وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى